To'rtburchak kotyolning ichi har xil ishlangani bor. Dumaloq kotyolni raketani ichi har xil ishlangani bor. O'zi qaysi bir yaxshi? Bittasi popkali deydi, bittasi turbali deydi, bittasi profilli deydi. Men sizlarga hozir 14 yillik tajribamdan kelib chiqib tushuntirib beraman. Bizda ham boshida xatolar bo'lgan, lekin shu xatolarni to'g'rilaganimizdan keyin hozir kotyollar hammasi sifatli va yaxshi chiqib kelyapti. Birinchi bo'lib popkali kotyolga to'xtaladigan bo'lsak, popkali kotyol o'tin ko'mirga yaxshi variant. Chunki uni tozalash qulay. Turbali bo'ladigan bo'lsa, buni orasini tozalab olmaydi. Faqat yuzasini tozalashingiz mumkin, orasini tozalay olmaysizlar. Shuning uchun o'tin ko'mirli joylarga men turbali kotyolni tavsiya qilmayman. Popkalini tavsiya qilaman. Simchotkani olib, bemalol tozalab tashlayverasizlar. Misol mana bu yerda eshigi bo'ladigan bo'lsa, ochib tozalaydigan, mana bu yerdan garelka yoqqaningizdan keyin mana shu ochilgan qismidan bu yonni ham tozalasanglar bo'ladi. Bu yonni ham tozalasanglar bo'ladi, bu yonni ham. Keyin tepani ham tozalab yuborasizlar. Bitta ochilgan joydan. Shunda bu kotyol sizlarga uzoq yillar xizmat qiladi. Lekin bu degani gaz rasxodi ekonom degani emas. Bu kamroq bo'ladi. Sababi ichiga ko'p element tiqib yuboradigan bo'lsangiz, o'tin ko'mirli kotyol yaxshi ishlamaydi. Unda tiyagi bo'lish kerak. Bilasizlar, o'tin ko'mir yoqqaningizdan keyin qora kuya bo'lib yonadi. Uni bir haftada bir marta tozalab turishga to'g'ri keladi. Ikkinchisi, polni ichiga turba taqlashyapti. Voy, bashi effekt zo'r yorvoradi deb aytishyapti, lekin unaqa emas. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Mana bu yerda garelka yongandan keyin issiqli manbalarning orasidan tez tepaga chiqib ketadi deyman xoddan. Tepaga qarab chiqib ketadi. Shuni hisobiga bu ekonomichni emas. Nimaga desanglar, bu yerda glavniy gazni qabul qiladigan teplobmennik shu 30 sm gacha issiqlikni cho'tki qabul qiladi. Undan yog'iga o'sha qolgan issiqlikni ushlab qolishga harakat qilishimiz kerak. Shuni hisobiga birinchi bo'lib turba ter chiqadigan bo'lsa, mana turbalarda issiqlik yaxshi olgandan keyin uje bu yoqda issiqlikni chiqarib yormaslik uchun popkalardan foydalansa, aylanib chiqib ketadi. Mana shu stilda ishlansa juda yaxshi bo'ladi. Endi raketa kotyollarga to'xtaladigan bo'lsak, raketa kotyollarni ko'ryapsizlar. Tagida turbasi bor. Misol 30 sm da issiqlikni yaxshi qabul qilyapti. Qolgani vertikal tushgan bo'ladi. Vertikal turbani ham ikki xil bo'ladi. Ichiga lipistok solinadigan bo'ladi. Keyin mana bunaqa prokol o'tgan variantlari bo'ladi. Mana bundan chiqayotgan issiqliklar mana shu turbalarga urilib chiqadi. Shuni hisobiga ekonom qilib beradi deydi. Men tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin, 76 talik prokolli turbalardan ko'ra 32 talik o'sha mayda tiqilgan turbalar effektliroq. Endi men sizlarga isbot bilan ko'rsatib beradigan bo'lsak, mana bu yerda hozir ko'rib turganingizda mana shu kotyolni ichki varianti ko'rsatib qo'yilgan. Bu yerda hozir garelka qismi yongandan keyin mana shu 3 qatoriga uriladi, issiqlik tepaga qarab primoy chiqib ketadi. Bu yerda gaz rasxodi ko'proq. Nima uchun gibrid kotyoldan foydalanamiz? Gibrid kotyoldan asosiy foydalanishimizdan maqsad mana shu narsa bo'ladi. Zakritniy sistemalarga mash kotyoldan boshqasi bo'lmaydi. Mana to'rtburchak variantlarni qo'yadigan bo'lsak, ishib yorilib ketishi mumkin. Shuni hisobiga biz gibrid kotyoldan foydalanamiz. Diplomat kotyollarga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizda mana shu turbalarga urilib chiqadi issiqlik, keyin mana popkalarni polni aylanib tepaga qarab chiqib ketadi. Bu ancha tejamkor va eng yaxshi katyollarimizdan bittasi bo'ladi. Bu faqat shu открытый sistemaga mo'ljallangan. Расширительный bachok tomda turadi. Suvni to'lg'izishinglar bilan cherdakdan suv oqib tushib ketadi. Bu ochiq tizim deyiladi, открытый sistema. Открытый sistemalarga mana shu diplomat kotyol, закрытый sistemalarga ko'rib turganingizda mana shu gibrid kotyollarni qo'yishi maslahat beraman. Ko'pchilik olib borib buni qo'yib qo'yapti. To'g'ri, usti yorilib ketmasligi mumkin. Ishadi, lekin ichida popkalar ishganning hisobiga bilasizlar, list joydan qo'zg'aladigan bo'lsa, mikro treshinalar hosil bo'ladi svarkada. Undan keyin suv oqib qo'yib yuborishiga olib keladi. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiskalarni esdan chiqarmanglar. Men sizlarga bundan ham yaxshi kotyollarni kesib, obzor qilib tushuntirib berishga harakat qilaman.